Assalomu alaykum. Bizning kanalimizda ashaddiy muxlislar va biz tasodif ko'rib turgan aka-ukalar, chorva ishqibozlari, qo'y ishqibozlari. Akalar, xo'p, bugungi kunimiz sanamizga, xo'p, 2026-yil, xo'p, payshanba 22-yanvar kuniga xohlasa video syomkalarimizni boshladik. Husan bu ukamizni o'zlarining xonadonlaridagi boqib turgan qo'ylarini, qo'y boqish sirlari qilib, yo'sa xo'p, qayerdan qo'y olib tashashliklarini xohlasa birma-bir o'zlaringga batafsil ma'lumotlarni berib o'tamiz. Biz videomizni qo'llab-quvvatlash uchun bittadan like tugmasini bosib, kommentar yaxshi zo'rlar bosib tursalaring, akalar, xohlasa biz video syomkalarimizni boshlaymiz. Xo'p, bu Husanboy, bunisi Hasanboy, xohlasa o'zlaring taniysizlar. Husanboy ukamiz qo'ylar o'zlaring olib kelib sotadilar. O'zlar sheriklari Hasanboy ham shunday qilishadi, xohlasa. Xo'p, videoni orasiga ko'rib tursalaring, Husanboyda birma-bir ma'lumotlarni olamiz. Husanboy, horma. Salomatman. Hasanboy. Alaykum. Chatayapsizlar? Ha, to'g'ri. Assalomu alaykum. Obunachilar, hormanglar, charchamayapsizlarmi? Aka, xudoolasa bugun qo'y boqish sirlari qilamiz. Xudo xolasa. Videoni oxirigacha ko'rib bittadan like bosib tursin, xudoolasa boshladi aka. Boshlaymizmi? Husanboy, zo'rlardanmi? Xudo xolasa videoda birma-bir ko'rsatamizmi? Ha, shuncha ko'rsatamiz. Xudo xolasa birma-bir ko'rsatamiz. Xo'p, Husanboy, bu yerda necha dona qo'y boqasiz? Qanaqa qo'ylarni boqasiz? 17 dona qo'y boqamiz aka. 17 dona uyda boqilyapti turgan. Boqilyapti qo'ylar aka. Xudo xolasa uyda boqilyapti turgan. Oddiy sharoitda boqilyapti turgan qo'ylar. To'g'rimi? Husanboy, qo'chqonlari ham bor. Qo'chqonlari ham bor, ikkita zotga. Ikkita zotga qo'chqonlari ham bor, lekin sotiladigan qo'ylar yo'q, to'g'rimi? To'g'ri. Sotiladigan qo'ylar yo'q, xudo xolasa. O'tgan safar video qilishimizdan 5 minut oldin qo'y tug'ilgandi, to'g'rimi? Xudo xolasa hammasidan katta bo'lib ketdi. Hammasida o'sha qo'y katta bo'lib ketgan ham, akalar undan keyin yana ikkita qo'ylarni tug'ibdi. Xudo xolasa yana ularni ham ko'rsatib o'tamiz. Akalar, xo'p, mana shu ko'rib turgan qo'zlaring o'sha kunga tug'ilgan qo'zi qo'chqorcha. Xudo xolasa mana. Onasi tomondagi qora so'liq, xo'p, undan oldin 3 kun oldin tug'ilgan so'liq qo'zi qo'chqorimiz mana bu tomondagi mana. Qo'zlarga bir baho berasizlar, xudo xolasa. Undan keyingi mana shu olapakkamiz tug'ilgan. Xo'p, keyingi mana qorani, kashtani zo'ri tug'ilgan akalar mana. Xudo xolasa. Xo'p, bu yerda yana bo'g'oz qo'ylarimiz serob. Akalar ko'rib tursalaring, xudo xolasa mana. Qozini qaranglar, jonivorlardi mana. Birma ketdilar mana, xudo xolasa bir boshdan ko'rsatamiz. Bular nima yeydi, nima yeb ichadi, xudo xolasa. Yana qo'shilyapti akalar, xudo xolasa bu so'lovlarga. Xo'p, Husanboy, ash qo'chqaringizni ham bir ko'raylik-da. Xo'p, akalar mana. O'sha kunga qo'zi qo'chqora bu. Ha, 1 oylik bo'ldi rosa. Rosa 1 oylik bo'ldi. Lekin bo'ybaslari ham go'zal, kallavoshlari, quloqlari, joylashlari zo'r. Xo'p, bu o'sha 1 oylik bo'ldi. Xo'p, nariga qo'zini ko'rsataylik-da. Xo'p, akalar, endi svetlik zo'r qo'zimiz bor. O'zimizga ham juda yoqadi. Qo'zini qaranglar, quloq tashlashlarini. Kalla garbonslariga ham e'tibor berasizlar, xudo xolasa akalar. Mana. Aytib-aytib qochib kelmagan, xudo xolasa so'liq yaxshi qo'chqorga qo'shilgan. Yaxshi qo'chqorga qo'shsalaring akalar. Xo'p, bu qo'yni onasi qaysi edi Husanboy? Buni qo'y mana. Ha, onasi mana shu so'liq akalar, xudo xolasa. Quloq-oshlarini ko'rib turibsizlar. Onasiniki juda kichkina, lekin bolasini berganini qaranglar. Yaxshi qo'chqorga qo'shsalaring, xudo xolasa bolani yaxshi beraveradi. Xo'p, keyingi tug'ilganimiz necha kunlik bo'ldi bu? Bu rosa 10 kunlik bo'ldi. Rosa 10 kunlik bo'ldi qo'zi. Oldlarini ham ko'rsating-da. Mana. Jonivorning quloqlarini qaranglar akalar, mana. Bu yerda ham bir go'zal variantlardan beryapti, xudo xolasa. Xo'p, bu tomonda kelgan bular bo'g'ozlari ham bor. Bu yerda 4 dona bolasi bor-a? Ha, 4 dona. 4 dona bolasi bor, qolgan hammasi bo'g'oz akalar, xudo xolasa. Xo'p, mana bu Qirg'izistonda Beshkekda sovuqliklari. Xo'p, akalar mana. Xo'p, bu yerda bir dona mana vohani qo'yi bor. Oldidagi bolasini ko'ringlar, xudo xolasa. Mana bolani ham yaxshi bergan vohani qo'yi, lekin Qirg'izistonda qo'yiga o'xshab, xo'p, badanni saqlab, boshqa qilib tura olmaydi. Nimaga vohani qo'ylar, o'zimiz mesni qo'ylar. Mana akalar, bola boqib turgan, mana bu ham so'liq, xo'p, mana bu ham so'liq bola boqib turgan. Nariga ham so'liq bola boqib turgan. Xo'p, Qirg'izistonda so'liqlardan olib tashab ko'paytirsalaring, xudo xolasa akalar mana. Mana bu yerda ham tug'ay deb turgan bo'g'oz so'liqlarimiz bor. Mana shu so'liqimiz ham oy kuni yaqin ekan, xudo xolasa. Mana bu yerda ham bo'g'oz so'liqlarimiz bor. Xo'p, mana so'liq ham yaqin ham Husanboy bo'g'ozligiga. O'tincha ham so'liqlarni birma-bir ko'rsataylik-chi. Xo'p, Husanboy, endi yana bitta so'rash. Qo'ylarni tashalyapti turganda yoshiga ahamiyat berib tashladingizmi? Yo'q aka. Biz xudo xolasa haliga nima desa bo'ladi? Ko'zingizga issiq ko'ringan, yaxshi ko'ringan qo'ylarni tashagan. Xudo xolasa tishiga qaramay, lekin tishlari ham, yoshlari ham yaxshi. Ha, yaxshi, yoshlari ham bor. Ashuni ham bir taylarni ham ko'rsataylik-da. Mana akalar.
qo'ydi, mana tozasi mana bundaqa bo'ladi. Hop, quloq tashlashlarini ham ko'rsating. Xudo xolasa mana tishlarini ham ko'rsatingchi, mana shu qo'yiladi. Burmaga tilling mana. Mana akalar, xudo xolasa 6 sovliq. Hop, lekin xudo xolasa bu ham yaqin bo'g'oz. Hop, narigisini ham ko'raylik, Husanboy. Hasanboy. Mana bu yerda ham mana Qirg'izistonda sovliqlari o'zi to'g'risi gap akalar arzon bo'lmaydi, lekin o'ziga yarasha bo'ladi. Mana sovliqlar qaranglar akalar. Hasanboyda bo'yi ham bir 75 chiqsa kerak, o'shanga taqqoslab, xudo xolasa ko'raverasizlar. Qo'yam kichkina qo'ymas. Xo'p akalar mana. Tagi ham naqd bo'layotibdi. Shu ham 1 kunda tug'adigan variantlardan. Qirg'izistonning qo'ylari xudo xolasa akalar yaxshi variantdan, yaxshi bola ham, xo'p, naslga ham yaxshi bo'ladi Hasanboy. Ha aka, xudo xolasa zotga. Hop, zotga tashadi. Xudo xolasa akalar, buni tashashdan maqsad, hop 2 dona qo'chqorni olib kelingan, mana qo'chqorni ko'rib turibsizlar akalar. Quloq tashlashlarini ham. Bularni tashashdan maqsad akalar, hop oldida birinchi bolasini ko'rib oladi. Qaysi biri qanaqa qo'zi beryapti, shunga qarab o'sha qo'ylar qoladi, keyin mana qo'chqorlar qo'shiladi. Ha, shunday. Ulardan xudo xolasa ko'paytiramiz mana shu qo'chqorlarni Xo'p. ko'paytiramiz. Menga o'sha videodan oldin aytdilar, Husan ukamiz, hop, mahsulotlardan qaysi biri yaxshi bola berishiga qarab o'sha sovliqlar qoladi, qolganini hop sotamiz, yo'qsa boshqa ish qilamiz. O'shanga qarab keyin bu qo'chqorlarga qo'shamiz dedilar. Bu qo'chqorlarimiz akalar xudo xolasa bir ikki kishi taniydi. O'zimizdan videoga olib chiqqanmiz. Hop, baho ham qilishgan, lekin berilmadi xudo xolasa. Buni egalari ham o'zimizga aloqaga chiqishdi. Qo'chqor yaxshi deyishdi. Yonga tashab qo'yilgan. Hop, ancha pulga ham berilmagan akalar qo'zlar. Xudo xolasa bular qo'zi qo'chqorlar. Bo'ylari gideta ashiniki 85, bunisiniki 90 ga yaqin, lekin qo'chqorimiz mana barrajunini endi to'kib tulayapti. Hammasi ham mana barrajunini to'kib tulayapti mana. Qo'zlarni qaranglar. Mana jonivorlar. Dumbaraz rezlari ham cho'tki. Mana qo'zini qaranglar. Toza oq yuz. Mana quloqlari mana shuniki 23 sm. Mana orqa tomondagi razrezlarni ham ko'ringlar. Juda bir go'zal variantlardan. Bularda liniyasigacha bizga dalilsigacha yetib keldi. Shuning uchun akalar qo'chqorlar tashaldi. Mana qo'z junlar to'kilyapti bularda. Ha, to'kilyapti. Xudo xolasa akalar, mana bu tomonda bugun erta tug'adigan sovliqlar bu tomonga tashalgan. Nimaki, u tomonda qo'y serob. Shuning sababi uchun bu yerga kichkinaroq qilib bo'linganda, hop, bundan oldingi qo'ylarimiz ham shu yerda tuqqan, Husanboy. Ha, shu yerda tuqqan aka. Xudo xolasa o'tib bir qadar ko'rsatingchi. Undan keyin ham bir ikkita sovliq olib tashabsiz-a? Ha, shunday. Bir ikkita qora sovliqlar sotilibdi, vohani sovliqlar sotilgan. Xudo xolasa keyin yaxshi bo'g'oz sovliqlardan olib kelib tashalgan. Mana akalar. Xudo xolasa 1-2 kunlik, xudo xolasa kuni qolgan. Ularni ham tug'ishga. Xo'p. Mana aka, ularni egizarchi deb bergan aka. Egizarchi deb bergan mana sovliqni, lekin akalar mana qorinlarni qaranglar. Xudo xolasa ikkita tug'adi deb turibmiz. O'zimiz ham xudo xolasa vaqt tursalar akalar, hammamiz xonadonimizda mana shunaqa sovliqlardan ko'pida boqishlik hammamizga nasib qilsin. Xo'p, Husanboy, mana shu qo'yimizni ham bir tishlarini ochib ko'rsatasizmi? Mana aka. Tishiga qaramaganmiz aka bu. Tishiga qaramagan 8 tish akalar. Xudo xolasa nimaki qo'yga yaxshi parvarish bersalaring, mana shu sovliq yangi keldi. Mana shu sog'lomlarni aldi bitta ko'rsatildi, shu yangi keldi. Yangi keldi. Mana akalar. Qo'ylar lekin ideal variantdagi sovliqlar. Qo'ylar katta variant. Xo'p, qo'yni yaxshisan tashlasalar akalar, o'shanga yarasha bola beradi, o'shanga yarasha natija olasizlar. Xo'p, ko'pchilik akalar kelib qo'ylarni ko'rishib, sotasizmi deb Husan ukamiz qo'llanib aytdi. Yo'q. Akalar, xudo xolasa bu qo'ylar sotilmaydi. Xo'p, ma'lumot o'rnida o'ta o'tib ketilyapti. Sotilmaydi, xudo xolasa o'zimizga ko'paytiramiz. Xo'p, mana akalar. Bu tomonda ham o'sha bo'g'oz sovliqlar yetilib qolganda, xudo xolasa ajratib qo'yiladi. Bu tomonga qilsa, xudo xolasa tug'ishga osonroq bo'ladi. Tuqqandan keyin mana 5-4 kunlik bo'lgandan keyin bu tomonga olib qo'yamiz. Mana shu sovliqimiz ham akalar, xudo xolasa tishlari 8 ta, ammo bolani yaxshi beraveradi. Natijaga Husanboy, qo'yga qancha parvarishlasangiz shunga qarab bolani yaxshi beraveradi. Ha, shunday. Bir xilgina aytadi, 8 tish ekan, 6 tish ekan, 7 tish bosib qolibdi deyshadi. O'zi aslini olganda Qirg'izistonda xonadonda qo'yib bo'lsa ekan, u narsalar haqiqatan tish bosgan bo'lsa, yosh kattaga o'xshab ko'rinadi. Dalani vaji bo'ldi ham bo'lsa, qo'ylar kuchiga to'lgan bo'ladi. Nima aytib Husanboy, mana Qirg'izistonda o'zimizda ham misol tog'li hududlarimizda yurgan sovliqlar hop yerdan asha yeganda tishlarini bosib qolish ehtimoli kuchli-da. Ha. Shunga yarasha Husanboy ko'pchilik akalar ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz. Tish kattami, yaxshimi? Yaxshi sovliq bo'lsa tishiga ahamiyat bermasdan olib tashlasalar. 8 ta aka, ash katta bo'lgan. Mana, buni qo'zini ham enasini 8 ta. Ha, ash arda turibdi. Mana.
akalar, xudo xolasa tanigan bo'lsalaring, badanni yo'qotmabdi, tuqqandan keyin ham deganda, hali ham o'sha ahvolda. Lekin mana vohani qo'yini bir qator ko'rsatamiz. Akalar, uni mana shu vohani qo'yi, lekin juda og'rib ketgan. Yem hashagani, lekin shu qo'ylarni bir xil edi. Ha, bir xil edi aka, hammasi. Qirg'izistonning soluqlari badanni ushlashga kuchli bo'ladi. Ha. Xudo xolasa akalar. Hop, ichida bitta mana soluqimiz qisir kelgan ekan. Xudo xolasa qo'chqorga o'zlari mana shu qo'chqorga qo'shildi. Xudo xolasa natijasini ko'ramiz akalar. Xudo xolasa qaysi biriga qo'shildi buni? Bunisiga qo'shildi. Bunisiga qo'shildi. Xudo xolasa akalar, mana kallalarni ham ko'ringlar. Quloq bunisiniki 21, narigisiniki 22 plus. Bo'y boslari ham yaxshi qo'chqorlarni ham. Hop, Samoy, Nasr aka. qo'ylarni xudo xolasa ko'paytirsa, lekin sotilmaydi dedingiz, ha? Sotilmaydi aka. Endi kuni kelib sotilishi mumkin dedingiz. Nimaki, mana qo'ylarni bola berishiga qarab olib qolamiz. Qaysi bir yaxshi bola bersa, o'sha qo'ylar olib qolib, hop qo'chqorga qo'shiladi. To'g'ri aka, shunday. Hop, qo'yni olishdan xudo xolasa bundan maqsad nima bo'lgan o'sami? Ko'paytirgan aka. Ko'paytirgani. Ko'paytirib, O'zingiz ham seleksiyani boshlashga, seleksiyani boshlashga xudo xolasa qanaqadir bir sizda ham bir nomchi kelsa, xudo xolasa yaxshi qo'ylar, yaxshi qo'zlar tushsa xonadoningizda ham xudo xolasa bizga ham hammamizga nasib qilsa, mana shunaqa qo'ylardan boqishlik, 100 talab, 1000 talab boqishlik nasib qilsa, akalar mana qo'zlarni qaranglar, bir qator oyog'i qo'llari ham yo'g'on. Xo'p, mana akalar, mana bitta olapakkisi bor, mana vohani qo'yini bolasi, mana shu qo'zi. Lekin qo'zi vohani qo'yi ham yaxshi bola bergan, lekin onasiga nisbatan qo'zi yaxshi, lekin onasi juda oriqlab ketadi. Mo'r Qirg'izistonning qo'ylari mana akalar. Mana shu ham Qirg'izistonning qo'yi. Quloqda bir kelarigacha turibdi, lekin qo'z bayab bu ham, lekin oriqlab boshqa qilib ketmagan. Xo'p, akalar, xudo xolasa tavsiya qilamiz, faqatgina Qirg'izistonning qo'ylarini olib tashlab, xudo xolasa zot yo'nalishiga ko'paytirsalaring, ertaga natijasini yaxshi kutasizlar, yaxshi olasizlar. Vohani qo'yini go'sht yo'nalishiga boqsalaring yaxshi bo'ladi. Uni zot yo'nalishiga boqadigan bo'lsalar, akalar, mana Qirg'izistonda yirik soluqlardan xudo xolasa o'zimiz ham olib kelamiz. Hop, telefon nomerlarini ham aytib o'tib 88 623 2939. Aloqa qilsalaring mana shunaqa yirik soluqlardan xudo xolasa qilib beraveramiz. U bizda xudo xolasa uzilib qolmaydi, Husanboy. ha, xudo xolasa uzilmaydi aka. Qachon videoni ko'rsa ham telefon qilish olsa, xudo xolasa to'g'ri beramiz. To'g'ri berasiz, ha? Ha. Hop, lekin xudo xolasa akalar, hop, bugun kecha olib kelgan soluqlaringiz bittasi mana soluqmidi? Bittasi keyin ada. Hop, bittasi o'sha mana soluq akalar, xudo xolasa mana soluq kelgan, yangi kelgan, tashalgan. Hop, bu tomonda uni sherigi bor mana. O'sha sherigi mana ko'sha qaytarib turgan mana soluq kelgan. Ikkovi xudo xolasa hisobni o'zingizga ham ozgina pulga kelmadi. Ha, yaxshi pulga keldi. Yaxshi pulga keldi, xudo xolasa. Bu yerda to'g'risi gap akalar, eng arzoni nech pul qolib tashlagan hisobmi? Eng arzon qo'y. Aka 6 million so'mga olib tashlagan. Eng arzoni 6 million so'mga olib tashalgan. Hop, sir bo'lmasa, eng baland ham, eng qimmat ham nech pulga olib tashalgan? Misol bir xil odamlarga hozir men bilaman o'zim narxini, lekin sizdan o'zingiz eshitsa, shunga haqiqatga yaqinroq bo'ladi, lekin hop, ko'pchilik ham telefonga ham o'zimizdan qo'ysak, misol o'zimizga ham arzonroq kelmaydi, ko'pchilik telefon qo'ysak, qimmat ekan deb haliga negativlar ko'payib ketadi. O'shaning uchun nech puldan nech pulgacha qo'y tashlagansiz boqqani? 6 milliondan aka 10 million 200 minggacha qo'y tashlagan. 6 milliondan 10 million 200 ming so'mgacha. 3 ta keyin mana 2 ta bag'da 3 ta qo'y. 6 ta qo'y, xudo xolasa 10 million 200 ming so'mdan 10 tashalganmi? million 200 ming so'mdan tashlagan. Mana akalar, mana sovg'alar 10 million 200 ming so'mdan olib tashalgan o'sha paytida. Hozirgi kunda ashko o'sh qaytarib turgan qo'yimiz ham hop ikkitasi 20 million 500 ming so'mga kelgan. Mana ashko o'sh qaytarib turgan ash qo'yimiz, xudo xolasa ash usti oq yungli bilan mana sovg'amiz 20 million 500 ming so'mga ikki jupi olindi, tashaldi. Hop, paytida mana shu sovg'alar 6 milliondan olib tashalgan. O'sha Qirg'iziston ochilish paytida olib tashalgan. Hop, buni sheriklari bor. O nari tomonda turgan sovg'alar, ashi bu tomonda 3 ta, bu bilan 4 ta, mana bu bilan 5 ta, o ichkari turibdi 6 tasi 10 million 250 ming so'mdan tashalgan akalar. Xudo xolasa mana tushgan mevalariga bar baho berasizlar. Hop, qo'chqorlarimizga kelganimizda akalar, xudo xolasa bu qo'chqorni ham o'zimiz olganmiz. Men to'g'risiga akalar o'zim savdogarman. Husanboy ukam meni shogirdim bo'ladi. Hop, bu qo'chqorlarni olib kelganimiz, biz dalnisini eshitganimiz Husanboy ukamizga olib tashlab qo'ygan. Xudo xolasa natijasini ko'ramiz deb maslahat berganimiz uchun xudo xolasa olib tashlab qo'ygan. Misol bizdan bizga bir so'm foydasiga boshqasi berilmagan, o'sha tan narxiga sizga o'tgan, xudo xolasa Shunday ekan. tushgan natijalardan bizga ham xudo xolasa ilinasiz, berasiz.
Xudo xolos akalar, videolarimizda xato kamchiliklari bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Xo'p akalar, videolarimiz yoqqan bo'lsa, bittadan like tugmasini bosib, kommentariylar yaxshi izohlar qoldirib turing akalar, xudo xolasa.